Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib bora oladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 12 noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11.990 so'm bo'lib 24.94 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.866 so'm 44 tiyin bo'lib 33 so'm 64 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 147 so'm 55 tiyin bo'lib 76 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 22 so'm 84 tiyin bo'lib 11 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.